Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimizni boshladi. Bugungi darsimiz boshlang'ich funksiya. Xo'p, boshlang'ich funksiya nima deymiz aslida? Mana shu xoslarni teskarisi. Ya'ni bu nima desa, misol uchun fx funksiyadan xoslagan bizda bir xosla deb oladiku. Masalan, fx funksiya xoslasi mana shu bo'lsa-da, katta fx deb olinadi, uni kichik fx deb olinadi, mos ravishda olinadi. Shu yerda fx funksiyaning xoslasi kichik fx ga teng bo'lsa, kichik fx uchun deyiladi. Kichik fx uchun katta fx ning boshlang'ich funksiya deb ataladi. Tushunarlimi? Ya'ni bu yerda nima desa, misol uchun mana bu joyda xo'p, uzr, mana bu narsani men yozib mana bunday. Qarang. fx barobar x ning kubi bo'lsa, mana shu joyda fximiz, mana bu fximiz topyapmiz. Topayotganimiz nima bo'ladi? Mana 3x ning kvadrati kelib chiqdi, to'g'rimi? Ya'ni mana shu joyda 3x ning kvadrati uchun boshlang'ich funksiya nima bo'ladi? X ning kubi bo'ladi. Yo'q, mana shu joyda bitta narsa qo'shimcha bo'ladi. Faqat plus s qo'shimchasi bo'ladi. Nima desa, s o'zgarmas sonning xoslasi 0 teng bo'ladi. Baribir hammasida shu, misol uchun aytgan 1 qo'ysangiz ham, 6 qo'ysangiz ham, 7 qo'ysangiz ham, minus 15 qo'ysangiz ham, mana bu joyda xoslasi 3x kvadrat bo'ladi. Shuning uchun ham dedi, xoslasi 3x kvadrat teng bo'lgan funksiyamiz, mana bu funksiyamiz shu 3x kvadrat uchun boshlang'ich funksiya deyiladi. Mana shu joyda endi formulani yozib ko'rsataman. Birinchi formula, asosiy juda ko'p ishlatiladigan formula fx barobar xn uchun boshlang'ich funksiya nima desa, katta fx barobar x ning n-chi darajasi plus bir darajaga birda qo'shib turib, endi mahraj yoziladi. Bu yoqqa tushirilmaydi ekan u. Mahraj yoziladi, plus s o'zgarmas son olib qo'yiladi. Tushunarlimi? Xo'p, mana misol uchun fx barobar x ning 5-si, fx barobar x ning 6-si nimaga esa 5 ga birda qo'shsa 6 mi? Mahraj joyda 6 plus s. Tushunarlimi? Mana shu boshlang'ich funksiya deyiladi. Xo'p, bu integralda asosiy mana shu nimasi, mavzusidan hisoblanadi. Sababi boshlang'ich funksiyani topishda bilsiz, integral topish tekan aslarga osonlashib ketaveradi. Tushunarlimi? Xo'p, o'chiryapman. Xo'p, davom etamiz. Mana. Xo'p. So'ratan fx barobar, qarang. fx barobar x ning kvadrati deb berilsa, siz boshlang'ich funksiya topmoqchimisiz? Boshlang'ich funksiyasida darajasiga bir qo'shing, 3. Shu 3 ni mahraja yopib qo'ysangiz bo'ldi. Plus s. Tushunarlimi? Xo'p. fx barobar xo'p 6x ning 7-si deylik. 6x 7 darajasi bo'lsa, mana shu joyda bo'lgan bo'ldi. Mana bu oldagi kaseti chiroq ahamiyatli emas. Mana shunday yoziladi. 6x ning 8 darajasi taqsim 8 bo'ldi. Faqat plus s bor. Endi mana shu 8 bilan 6 qisqargan uchun javob bo'layapsa 3 taqsim 4 x ning 8 darajasi plus s ko'rinish topadi. Tushunarlimi? Mana misol uchun yana berilishi mumkin. fx barobar xo'p. Mana bunday misollar ham beriladi. Esimizdan, misol uchun 3 taqsim x ning minus 4-darajasi. Esimizdan? Shu yerda nima bo'lyapti? Qarang. Buni avval biz nima qilishimiz kerak esa, minus 4-darajasi. Uzr, 4-darajasi. Chunki mana bu joyda o'tgandan keyin minus bo'lardi-ku. Darajaga o'tkazamiz ekan. Mana bunday bo'ladi. Esimizdan? Mana shu joyda nima qilamiz ekan? fx topish uchun, ya'ni darajaga birga qo'shing. Minus 4 plus 1. Taqsim mana shu joyda minus 4 plus 1 mahraj bo'ladi. Plus s. Barobar. Endi qaraydi, minus 4000 ga 4000 qarz bor. Minus qarz to'layapti. 3000 so'm qoladimi? Ya'ni nima bo'ladi desa, 3x ning minus 3-darajasi taqsim minus 3 plus s. 3 bilan 3 qisqaraveradi. Faqat nima bo'ladi? Minus tepaga chiqib turib, minus x ning minus 3-darajasi plus s ko'rinish ko'rib qoladi. Tushunarlimi? Mana shu yerda bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Birovirdan misol uchun fx barobar a bir o'zgarmas son berilsa yoki bo'lmasam o'sha a deb berilish s bilan bir xil bo'lib qolmasin, a berilsa, mana shu joyda a ni boshlang'ichi nima bo'ladi desa, katta fx barobar ax plus s bo'ladi.
Tushunarli? Esimizda bo'lsa aytganman, biror bir kx yoki cx funksiyaning hosilasi nima bo'ladi? Hosilasi adi o'ziga teng bo'ladi deb aytganman. Shu yerdan kelib ketadi xolos o'zi. Mana misol uchun fx barobar 2. Katta fx barobar 2x plus c. Tushunarli? Bo'ldi, mana shu. Yana bitta misol uchun mayliqcha ishlab qo'ydik, sig'ib qolarkan, xudo. Xo'p, kichik fx barobar misol uchun -3. Katta fx esa xo'p, bo'ldi mana -3x plus c. Bo'ldi. Tushunarli? Mana shu boshlang'ich funksiya deyiladi. Xo'p, boshlang'ich funksiya bu birinchi formulasida. Buni yana yaxshi tushunayotgan bo'lsangiz, bo'ldi. Xo'p, buni sherigi bor. Buni sherigi qanday desa, mana bu joyda endi x berayotdik-ku. Fx kichik fx barobar misol uchun x o'zini n'inchi darajasi. Shu yerda kx plus b ning n'inchi darajasi deb aytilsa, tushunarli? Kx plus b ning n'inchi darajasi deb aytilsa, bunda ham muammo yo'q. Hech qanday, faqat nima bo'lsa, mana bu joyda qaranglar. Xo'p, kx plus b n'inchisi plus 1 mahraj tushadi. Faqat mana bu joyda k ga xuddiki 1/1 mahraj yozib qo'yasiz, tushunarli? Bu yerga mahraj yozyapti deb tasavvur qilaveraylik. Ya'ni o'zi aslida bunday yoziladi. Bu asosan 1/k deb yoziladi. Faqat biz endi mana mahrajni ko'paytirib qo'yamiz. Shuning uchun ham mana shunday mahraj ko'paytirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Plus c ko'rinishda bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni bu degani nima degani? Misol uchun bizga funksiya berilishi mumkin. Fx barobar 2x plus 1 kubi. Shuni boshlang'ichini toping. Boshlang'ich topasiz, qarang. Mana bu joyga nima bo'lyapti? 2x plus 1 ning endi 3-chi emas 4-darajasi. Chunki darajamiz 1 ni qo'shib olamiz-da. Shu 4 ga bo'lamiz. Va yana nima qilamiz? Mana shu 4 ko'paytirilgan, mana bu o'zgarmasi, mana bu koeffitsient tushib qolaman shunga. Tushunarlimi? Plus c. Ya'ni mana bu joyda 2x plus 1 ning 4-darajasi taqsim 8 plus c. C o'zgarmasi. Har doim yoziladi. Tushunarlimi? Xo'p, mana endi ishlaymiz. Misol uchun 5x minus 2 ning 4-darajasi barobar deb uzun. Shu funksiya uchun boshlang'ich funksiya topyapmiz. Mana kichkinasi mana kattasi boshlang'ich funksiya, tushunarli? Bu kichkina uchun boshlang'ich funksiya bo'ladi, katta funksiya. Xo'p. Darajaga 1 ni qo'shasiz. 5. 5 kala necha? Mana bu ko'p asosida o'zi koeffitsient 5 plus c. Tushunarli? Mana bu joyda 5x minus 2 ning 5-darajasi taqsim 25 plus c. Tushunarli bo'lyaptimi? Qiyin emas ekanmi? Juda ham oddiy. Ne uzun. Boshladik. Mana shu funksiya uchun boshlang'ich funksiya toping deyapti. Muammo hech qanday. Fx barobar daraja 1 ni qo'shib mahraj yozib qo'yadi. 1 minus 7x. Qarang. 4-darajasi taqsim 4 ko'paytirgan 7 mi desa, yo'q, mana bu joyda qarang, minusi ham bor, mana bu joyda. Ko'ryapsizmi? Minus bor-ku, shuning uchun ham 4 ko'paytirgan minus 7 deb olinadi. Tushunarlimi? O minus ishora ham olinadi. Mana shu joyga e'tibor berib ketishimiz kerak. Xo'p, shunda javobimiz minus 1 uzr. Mana bu sirtasak ketib qoldim. Bu integralda dializda kam ishlatilganligi uchun o'ylashimas chiqib qolibdi o'zi. Integralda yutganimizda kamroq ishlatiladi. Tushunarlimi? Mana. Yana bitta ishlaymiz.
mana daraja yozmaylik. Daraja yozmasa nima bo'ladi? Savol. Shu ishlab qo'yaylik mana shuni. Misol uchun 2x plus 1 3 deyapti, misol uchun. To'xta. Mana darajalar hisoblab qo'yiladi. Xo'p. Xo'p, boshladi. Mana bu joyda -2 bo'lyapti. Shunga e'tibor qilib qolasiz. Bo'ldi. Asosiy shu narsa -2 ga e'tibor qilib qo'ysangiz bo'ldi. -2x plus 3 ning necha darajasi? 4-ga shunga 1 qo'ysak 5-daraja. Mahrajisi 5 karra -2 bo'lib qoladi. Shuning plusi. Bu ham barobar -2x plus 3 ni 5-si taqsim -10 plus s. Tushunarlimi? Mana bu nima ekansa boshlang'ich funksiya bo'ladi-da.